Butun to'rda axlat yeməklik deb tillayotgan kraxmal qiyzisini men faqat 50 dan xərcləblə oilada ko'p uchraydigan materiallardan foydalanib tayyorladim. Maqiza cho'ng, kichik, pishiq, to'ng hammalarning yeyishiga mos keladi. Tayyorlash usuli bek oson-ku, siz muqib beqing cho'qim qila olasiz. Oldi bilan uyda boqqan yerlik mekiyanning mayda go'shini videoda ko'rsatilgandek chosalatda kesib tayyorlab, qiyma qilish mashinasida qiyma qilib olamiz. Qijmisiga bek murakkab tetitqularni silishingizning hojati yo'q. Tuz bilan zirili solsangizmi ajoyib o'xshaydi. 70 yil tamoq etgan qo'limiz orqali tuz, zira qatorliq tetitqular bilan go'shtni bir tuqqan bo'lib ketgicha kuchab aralashtiramiz. Ozroq e'lon qistirib qo'yay. Bolalarga qo'shimcha yemeklik tayyorlashda qiynalayotgan onalar boshpatda undinarni urba qo'shib olsangiz bo'ladi. 100 gram tatliq yong'yu kraxmaliga 1:1 nisbatda suv quyib, kraxmal suvi tayyorlab olamiz. Kraxmal suvi bilan go'shtni tekshir aralashtirib, qiyzi yasaydigan qilib qisalamiz. Ondan yemeklik o'lchamiga yetgan qiyzi xaltasiga qachilaymiz. Cho'ng kichikligini ahvolga qarab yoqtirganingizcha tanishsangiz bo'ladi. Soğuq suvi silib 40 minut qaynatib olgandan keyin pishgan qiyizni ozroq mayda dog'lab olsak, ko'chalarda setilayotganlardami bak yeyishlik, sog'lom, pokiz va quvvatli bo'lgan, go'sht yeyishni yoqtirmaydigan bolalarmi rad qilolmaydigan qiyizi tayyor bo'ladi.